Assalomu alaykum. Tadbirkor akalarimiz mana sizlarga bunaqangi tepaga loy tortadigan olib chiqib qo'ydik. Lombos umuman olganda tepaga paqir loy olib chiqishga bir qop sementni ko'taradi. Bir qop 50 kiloni ko'taradi. Aslida odamni ko'taradi, odam tavsiya qilmaymiz. Bu likillab ketib odam yiqilib tushish ehtimoli ko'proq. Mana hozir pulti bor. O'zi to'xtaydi. Endi tushirishga bosiladi. Qolagan joyida to'xtataverasiz mana. Endi chiqarishga bo'lsa, bitta bosib turilsa o'zi mana o'zi o'chadi. Tepadagi odam qolagan joyiga, mesela lesada turgan odam bo'lsa, yo bo'lsa 10 metr yo 8 metr tepada turgan odam o'ziga moslab, o nakanashlikda qo'yib olaveradi, o'sha to'xtaveradi. Pastdagi odam loy chiqqandan keyin loyni olish bilan bitta bo'lsa pastga tushadi. Hozir endi apasi bo'lsa o'zim chiqib ko'tarib qo'yichi, ko'taralarmi? Voy. Hoy. Men o'zim 80 kiloman. O'sha apasini buni takrorlash tavsiya qilmaymiz. Ular qo'ygan. Mana shu narsa mana. Odamni ko'taraverar ekan. Tezligi ham zo'r. Hozir pultni qo'yib-qo'yib endi mana pulti ham bor bitta. Buni endi oyoqqa ham nima qilsa bo'ladi, mana. Bunga bir maxsus bironta moslama qilamiz. İşte bu ustalarga oson bo'lishligi uchun buni pedali bor, o'sha pedaldan qo'yamiz. Mana shu ustiga loy bo'lib ketsa ham, endi ustini g'ilab turib, qanaqadir oyoqqa mo'ljallayman turibman, shu narsa kerak bo'lar ekan. Nimaiki ustalarda qo'l loy bo'lsa, mana uni kimdir bosish kerak bo'lsa, hatto g'ilobi ham bor ekan ustidagi. Endi nima bo'lsa ham, oyoq bo'lsa, loy bo'lsa ham ishni saqlagan qilish kerak. Endi bosilsa mana tushaveradi. Loy olib kelgan odam shuni marta qo'yib olsa, bo'ldi, tushunarli bo'ldi o'ylayman. Endi qarang, bu hozir shu turishi 3 metrda bu. Ayoz mana ulansa, mana bu ulanib ketaveradi bu. Bu ulansa 6 metr bo'ladi. Mana bu yerda yana nima narsalari bor. Bu profil tushadi. O'zi mana yerga kiradi bu. Ketaveradi dalshi mana ulanib ketaveradi. O'zi mana qotirib kelganlari bor. Bu to'xtaydi mana bunga o'xshaydi. Mana shu hozir ulanib turibdi. Endi bo'shatilsa, bu ikkilamaydi chiqadi. Zakonni bitta seli temaga o'xshab qolgan. Buni uzunligi hozir 12 metrlik bu. 12 metr degani bu 3 etaj dom degani, men Alloh alam bilmayman domlarni qancha bo'lishligini. Shunaqa narsa. Buni narxi hozirgi kunda $500. $500 shuni beramiz. Hozir bitta ekzemplar kelgan. Nima deydi? Buni arendaga ham chiqarishimiz mumkin. Lombos qilaganlar o'zi sotib olsa bo'ladi. O'sha biz har doimgidek o'zimiz xonamizdamiz. Hozir pastga telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa Telegramda yozsangiz ham bo'ladi. Telegramda videolarni chiqarib beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.